Hürmetli körürmenler, bugünkü dersimizde bille istemal kılışqa bo'lmaydigan yemeklikler haqida to'xtalib o'tamiz. O'tganki yemek-içmek babida va uningdan keyingi kasalliklardagi parhez tamoqlar haqida so'zlab bo'lgandan keyin yana bu yemekliklarning guruhlanish va bille istemal qilinish yoki istemal qilinishda ma'ni bo'lgan ahvollar haqida to'xtalib o'tishni uygun ko'rdik. Yemek-içmeklerde tabiat, insanda mizaj ve klimat, muhit, imkoniyat qatorliqlarning bir yerga muvofiq shaklda guruhlanishini sifatli hayot deb aytamiz. Muvofiq guruhlanish deganimiz bir vaqt ichida iste'mol qilishga bo'ladigan, bir-birisiga yordamlashadigan, birininki ortiqcha energiyasini cheklaydigan yoki tuvanlashtirilgan, shu orqali o'ttircha ozuqliq va tabiat bilan inson tabiatini yaxshi tarbiya qiladigan dasturxonni biz muvofiq sifatli hayot materiallari yoki muhiti deb tanıymiz. Agar muvofiq guruhlandırılmasak, nefsimizge yanılıp qalsak, yoki cahillik ve nadallık bilen aldığı kâgennilan payda aldım deb qarash ve yoki haqliq, haqsiz demesden istemal qilish, albatta bu insonniki ehtiyojiga, organlarning ishlash mexanizmiga, tabiatimizga, mizojimizga va insonligimizga uygun kelmaganligi uchun jiddiy xatarlarni keltirib chiqardi. Buni hamda xalq orasida chiqishib qoldi deb aytamiz. Ya'ni muvofiq bo'lmagan usul, tartib ve uygun bulmagan material yoki tamoqlar orqali ozuqlanishga urinish amaliyotda zaharlanishdan boshqa narsa emas. Buni xalq orasida chiqishib qoldi, xilkamidi, ziyon qilib qoldi deb ataydi. Bu yerdagi ziyon qilish birisi yegan tamoqniki tabiati jihatdan bizniki tabiatimizga, mizojimizga xilka emasligini ko'rsatsa, yana birisi ichidagi moddalarning bir-birisi bilan reaksiyalashib ziyonliq yoki bo'lmasa natija moddaları shakllantirib bizga ziyon silayotganligini ko'rsatadi. Tuvanda biz köp görüldüğün ve bunun neticesinde doktorxonaga kadar davolanishga berib qoladigan ahvollardan bir necha misolni so'zlab o'tamiz. Birinchisi, ochiq bilan tatliqni bir vaqtda iste'mol qilish. Bo'lib mana shu qizilmoch tarkibida kapsayin deydigan qonni canlandırdıgan, vaqtincha tomirlarni açıdığan ve qismen mast qildigan şu tarkibni bilmey yoki bununki qisqa mezgillik huzurni deb tatliq, achchiq har qandaq tamoqda yoki har qandaq muhitda achchiq narsa ishiltish, achchiq material qo'shib ishiltish bu nadallıkның uçuğa çıqqan vaqtiga to'g'ri keladi. Yani achchiq material veya yemeklik bilan tatliqni iste'mol qilganda badanda to'salg'u, tugurchak, cho'kma shakllanish nisbati texmo ustun bo'ladi. Shuningga zamonimiz kishilaridagi qon tomir kasallarining ko'p bo'lishida achchiq bilan tatliqni bir zamonda iste'mol qilish ular uchun odatdagi, hatto diqqat qilmaydigan, esig'im kelmaydigan bir odatga aylangan. Bu fursatda shuni aytib o'tishimiz kerak.
Muşu açık veya açıkni şekillendirgüçü barlıq materiallar aynı zamanda qismen məs qilish, sezimsizleştirish, keyif qilish roliga ega. Shuning uchun hayotdan, turmushdan, xizmatdan, ishdan horg'an, charchagan kishilar bir mas bo'lish, o'zini unutish, bir keyif bo'g'isi kelish xohishiningki turtkisida ochiq iste'mol qiladi. Ochiq yeyishniki psixologik va ijtimoiy sababi dal mushada. Ya'ni insonlarning bir mas bo'lish, keyif qilish, o'zini unutish, vaqtincha o'zini xushal qilishdan iborat yuşurun, digil olmaydigan tushunchalarning ifodasidan iborat. Endi birga iste'mol qilishga bo'lmaydigan boshqa yana bir misol, üzümü bilan su ichishga, o'rik bilan choy ichishga bo'lmaydi. Chunki choy bilan o'rik issiq tabiatli bo'lib, ikkisi birga kelgan vaqtida ichin surish yoki yo'q qilish avval kelib chiqadi. Üzümü bilan su o'xshashla sovuq tabiatli bo'lganligi uchun ichin surib soladigan, kayfiyatini tuvanlashtiradigan natijaga berib qolamiz. Anikin texmo xatarlik bo'lgan yana bir diqqatli ish, qo'g'in bilan hasalni birga iste'mol qilish. Albatta ajdodlarimizning bizni hali uzun asrlardan buyon eskartib ogohlantirib kelgan bir masala hisoblanadi. Qo'g'in bilan hasalni birga iste'mol qilganda uchay tugilib qilish, cho'kma paydo qilib qo'yish, tomirlarda sudda to'salg'i shakllanib qilish orqali xatarlik ahvollarga berib qolamiz. Chunki qo'g'inning tarkibidagi shor oqsili bilan hasaldagi amino kislotalar va tabiiy echitqular birlashib badanda kolleksimon çökme şekillendirip koydu. Hatta bazı kişilerini ölümge yapardı. Şunun olan haselini ve qoğunni birga yeyishga bo'lmaydiganlik qonuniyatini tekrar yana bir qitim isbotlagan bo'lamiz va buni yana unutib ketib, yana davomlashtiramiz. Endi yeni bir diqqatlik ve xatarlik bir gruppalash, turib ve kuydi jusay iste'mol qilgan vaqtida, turib yoki kuydini iste'mol qilgan paytda olma, apelsin, üzüm qatorliqlarni birga iste'mol qilish, bu bir xatarlik bir gruppalashdan iborat. Yani biz bugün tamaqimizda turib bo'lib qolgan kuni olma, üzüm iste'mol qilsak bo'lmaydi. Yoki bugun tamaqimiz kudidan tayyorlangan bo'lsa, uning keynidan yoki ayni vaqtda olma, üzüm, apelsin bularni iste'mol qilsak, bu turib kudi tarkibidagi amino siyan kislotasi bu üzüm, olma, apelsindeki mis qatorliq mineral moddalar bilan reaksiyalashib, tomirda ve to'qilmalarda cho'kma paydo qilib qo'ydi. To'salg'i degan her zaman xatarlik bir hukmdan iborat. Onundan başqa baranga yong'yuni tuxum bilan birga iste'mol qilgan vaqtidami quyuq yal paydo qilib, terida tugursimon yel shakllantirib qo'ydi, qichishqoq paydo qilib qo'ydi yoki qustirdi. Umuman birga iste'mol qilmaydigan, qilishga bo'lmaydigan yemak-ichmaklarni har kishi uni avtomatik holda his qilishi, bilishi, uni bolalarga, avlodlarga o'rgatishimiz lozim. En oddiysi süt bilen
meyve iste'mol qilganda iç sürüp ketish, yal paydo qilib qo'yish paydo shakllanadi yoki so'g'imiz eshib ketib, tatirib ketamiz. Masalan, sütdə şu ozuqluq bor, meyvelerde şu bor, bu bor deb bir narsani soni bilan ifodalab, süpatga ahamiyat vermaydigan bir xohish shakllanyotidi. Süpat deganimiz tibobatdagi tabiat ko'z qarashi, issiq sovuq ko'z qarashi. Biz yevog'inni foyda deb qarab, süt bilan meyvelarni birga iste'mol qilishni, qatiq ve meyveni birleştirip salat yasadık deb iste'mol qilishni bilganligimizni nihoyatda cho'ng hisoblaymiz. Amaliyotda buning yanida kebab bo'lishi, polo bo'lishi va yoki nihoyatda mayliq yemeklik bo'lishi kerakki, o zaman bu mumkinat doirasiga kirdi. Agar undaq qilmay o'tiribla süt ichib, oqidan meyve yeb salsak, iç surish, yo'q qilish ve yoki bo'lmasa boshqa reaksiyalarni bizga obdallık ko'rsatib qo'ydi. Yuqorida endi nihoyat qisqa ham ko'p ko'rilgan xato guruhlashlardan so'z qildik. Uningdan boshqa yana birga iste'mol qilishga bo'lmaydigan meyve-chevalar, o'simliklar, ko'ktatlar, go'shtlar, tuxumlar ve dallardan nurg'un misollarni ko'rsatishga mumkin. Biz endi davomliq iste'mol qilish ehtimolimiz bo'lgan, davomliq xatolik o'tkazib, apo qiling deydigan yomon xuyimiz bo'lg'achqa, insonlar kechiraversimi, bizning badanimiz hargiz sizni apo qilmaydi. Xato ishning ta'siri va ziyni eng tez bo'lganda 5 minutdan 2 soatgacha ko'rilib, sizni uyingizdan, oilangizdan hamda jondan mahrum qilishi mumkin. Uningdan boshqa ijtimoiy yuksaklikka ko'tarib aytgan vaqtimizda qilingan yaxshilik va xizmatga billa o kishi bilan tomoq yeyishga, uning mehmon qilishini tomoq qilishga bo'lmaydi. Bu kişinin acizliğinden, muhtaçlığından paylanıp, onundan faydalış, en addisi tamak arkalık faydalış. Bu insanlıkның şerefige, sizniki süpütünüzge kılçıma yaraşmayılgan iş. Başkalarına kılgan yaxşılıkның ki faydası süpütüde ulanı meyman kıldırış, elbette bu tamak sizge paydap gelmeyi çokum kusuş, iç sürüş, veya ki başka zehirleniş alametleri bilen sizge bir gün ziyan kılıdı. Onundan başka sizge tava bulmagan, sizin hakkınız bulmagan yemeklikne sizniki özünüzdeki küçe, hukuki, kabiliyeti yoki bo'lmasa siyasi, iqtisodiy diktatorluğu bilen qo'lga keltirman deyishmi, oxiri eg'ir qon tomir kasalliklarini keltirib chiqarish bilan dunyoning eng azobli kunlarini ko'rishga majbur bo'lib qolasiz. Yemek-ichmaklar oz, soz, mo'l, muvofiq, uyg'un va haqliq bo'lishi lozim. Şu prinsiplardan yolga çıkkan vaktimizde turmuşni rətlik, ilmi, milli ve akılga muvafiq o'rinlashtirish. Bulupmu yemek-içmeklerde nefsimizning emas, aqlning ve tibobatning ko'rsatmasiga quloq solishni, o'zimizni yemek-içmeklerning quli yoki hükümranlık astıda tutmasligimiz, yemek-içmeklerini özümüzün biyolojik davamını sağlaş, davamlaştırış veya ki şu arkalık insanlığa payda yetküzüş için işletişimiz lazım. Biz yukarıda uygun bulmagan grupplaş arkalık
o'zimizga, badanimizga va ruhimizga ziyon keltiradigan yemeklikler ve adetler haqida to'xtalib o'tdik. Umuman o'zimizning bilim saviyasini yuqori ko'tarmay, ko'rinishda milliy bo'lgan har qanday narsani qarg'ulachi davomlashtirishmi milliylik, yerliklik bo'lmay qoladi. Onun o'zi qancha milliy tamoq bo'lsin, miqdori ishib ketsa yoki qalaymaqon guruhlandırsak, o albatta bizga zo'r ziyonlarni keltirib chiqardi. O zaman biz o'zimizdan ko'may taqa polo ziyon qildik, kavob degan bo'lmaydi ekan, lag'man degan nachar tamoq ekan, noy yeganlarning o'zi aqlsiz, qo'y go'shti yeganlar yuvosh, kalva deydigan shundoq noahlilik va nodonlik bizga yo'qmisin, yo'qqanlar tezdan saqlayvasin. Adam o'zininki qiliqidan sabab izlamay milliy tamoqlarga va ajdodlarimizga haqorat qilishni bu kishininki saviyasiga, shon sharafiga va salohiyatiga hech uygun kelmaydigan, hatto ajdodlarimizga haqorat qilish uchunmi salohiyati to'shmaydigan odamlarning ishidan iborat. Shuning uchun yemeklikni ilmiy iste'mol qilishimiz, qadimgi turmush odatlarini ilmiy olib berishimiz, qisqasi nonni o'shitib iste'mol qilishimiz lozim. Demakchi, aqlga, mantiqqa va insonlik uyg'un turmush odatlarimizni rivojlantirib, boshqa yerdan majburiy yoki o'zimiz bilmay qabul qilgan, oldimizga kelganligi narsani bizning deb hisoblaydigan, yevolg'anligi narsani foyda ko'radigan shundoq hayvoniy yashash tarzini o'zimizdan yiroqlashtirishimiz lozim. Bugungi darsimiz mushagichi bo'ldi. Xayr xo'sh.